Мәл доқымышырки lükçekler bulmağaşqa qızlar yoldan çıkıp əxlaqsız olub getdi. Oğullar xənəklişib, əzləkləşib getdi. Əzləkdən lükçek min yaxşı. Vay, mən qaynavatqan mayının üstüge səkirib etdi mən qo balla. Neymi pinglünçüydü tıllaydı ki, neymi bu bir çıraylık yaqsam gipimni düşənməydiğən neymilədi o bu deb oylab bitken mən əsli mən mayada pigo çoşan paranları bilən Şavkat ikisinin zopinisini kömək qepdi məcu. Bunu kömeyle mən üzəminin qarışını sözləb çıxıpdı mən. Onun kendinden ağız opilla uçurab qaldı, körüb şunun olan əsli bu mandaq bir talaş tartış bu atqa işkən toq. Dəb bularının zopinisini tuluq pinglünçülərdən tatıb tuluq ködüm. Bütün qalayımqan gəpildən tatıb körüb çıxsam, 60%'den artığımızdan divatqını mən matrapdan qarab 6 dəbdi mən. Sizlər atrapdan qarab 9 dəb durub hepsizlər. Şu talaşta atışkan qoy asli şu uquşmaslıqın gepken qoy bu. Bular demekçiken ki bu lükçek diyen gepning iki xil ma'nosi var. Yani bu lükçekning hamısı eski emas, bir qismi mındaq onçunç lükçek mijazi var, mındaq erlik suri var, muhabbet napir iniq, mındaq bir ishlos, mındaq nim qila oladigan. Ma'ningdagilarni demekçikensizlar, shunami? Shundaqlarni lükçek deydiq, demekçikensizlar, endi tushunibdimanmi gepinglarni? Lekin lekin bu lükçek diyen söz el-misaqdan bizning eğiz tilimizda, eğiz edebiyatımızda, yozma edebiyatımızda izchil salbiy ma'noni birib kelgan. Hech qachon bir ijobiy ma'noda biz ishlatmagan, endi ishlatib olgan bilan. Shu bu yerda lükçek diyen gap əxlaqsız, ota-onasining gapini anglamaydigan, o'g'irlik qildigan, yugashni bo'zga yetadigan, kishilarni aldaydigan, aning ming ko'yni evlib, menga 10 ko'ylik oshib berib saxovat qildim deydigan. Qızlarni aldaydigan, yoldan chiqirdigan, hatto zahar chekadigan shularning hammasi umumlashtirib lükçek deb ataydiq. Endi sizlar degandek u kishilarni nochi, gangong, erkak, o'g'ambala, haqqoniyatchi, botur deganga o'xshash atalg'u maqtaydigan sifat so'zlarimiz bor. Shunchalik so'zlarimiz bo'lsa, nima uchun bu yerdagi lükçek degan so'zni asalbiy ma'no so'zni ishlatib turib olmaymiz? O'ylab qo'yinglar, kimni lükçek deb maqtadik? Ham sizlar degandek, masalan, o'g'il bola, erkak tukuva degan yerga akelsak, masalan, Olim Chayon, Olim Rambo, uning kendidan men o'tganda boks o'ynagan, bir rossiyaliklar o'ynagan, ismini nima unutib qoldim. Shularning musobaqalarini degan ko'rib ajoyib madadlarni birib ketdik-ku. Shularni maqtagan vaqtning o'zida Jibojanda qarsak, erkak, batur, o'g'il bola degandek mandaq so'zlar bilan madad bergandimiz, lükçek deb madad berdikmi? Ashlarning oldiga beribsan, lükçekchimi deb maqtab yiqinglar qanday qildik? Tushda o'g'lanlarimiz musobaqa o'ynayotdi hozir. Butkul jungu tavasida ko'rib ajoyib qizg'inlik ko'tarilib ketdi Atush Beyda. Uzoq qolmay Qashqarda o'ynaydi. Endi bu futbol nashtaq o'g'il bolasi o'ynaydi deb maqtaydiq. Endi Atushda bir top lükçeklar futbol musobaqasi o'ynayotdi deymizmi sizlarcha? Şinjandagi bir top lükçeklar Atush qiziqlib futbol musobaqasi o'yindi deb maqtaymizmi shularni? O'ylab beqinglar bir. Ularning sifatligidek boshqa gap qolmagandek endi salbiy gapni tanlashib aklib mashinaga ishlatsak bularmi sizlarcha? O endi ashlarning pengonchisi qarsam meni Nurg'ullar sen lükçek bo'lishni xohlamding, azlak bo'lishnimi? Sen o'zingning o'g'ilning azlak bo'lishni xohlamsan, lükçek bo'lishnimi deb turibsizlar. Bizga uningdan boshqa tanlash yo'qmi balla? Sizlarning nazaringlarda o'zinglarning bolasini o'g'ilni ya lükçek qilsizlar, ya azlak qilsizlar. Uningdan boshqa tanlash yo'qmi-ki? Bu jahonda ne yaxshi kishilar, yaxshi o'g'illar bor, birodarlar. Bu u gapni talishib bizlarning o'g'ilni ya avlsa ya mavlsa demsanglar nurg'un yaxshi ishlar bilan tarbiyalaydigan tanarkatchi, basketbolchi, futbolchi, matematik doktor degandek nurg'un tarbiyalaydigan usullar bor. Pinglunchidan mana lükçeklarning ta'rifini qilib ketgan, oshlarni bak maqtab chopini ko'tirib ketganlarning 90%i o'g'illar ekansizlar. Shu lükçeklar o'z onda xulti, ular erkakchi quvvatli, ondaqdi, mandaqdi deb. Unda sizlardan so'rab baqay. Sizlar hech qaysinglar o'zinglarni erkak deb sanamamsizlar. Hech qaysinglar o'zinglarni bir haqiqiy o'g'il bola deb hisoblamamsizlar. Balanglarning, o'g'il qizinglarning, insinglaringlarning oldida bir maydonlarga kirib chiqib, o'g'il bola degan mandaq qiladi, menda o'rgan, erkak degan mandaq qilish kerak deb bir tarbiya qildik. Vaqt soatga shularni qo'g'dig'idek o'tirib chiqardik bir yo'qmi sizlarda? Bir til qismchiliginglar bormi? Müşkü uzanlarını oğul bola erkek sanıyamaysizlar. Endi bu salbiy ma'nodagi bu lükçeklar şu jamiyatning tarkibini buzganlardi. Şu vaqtingizda şu o'g'irlik, hatto bulangchiliklar olib ketgan. O kechis qizlar emas, o'g'illar sirtqa chiqolmaydi. Bulangchilarning, lükçek, eski guylarning dastidan mas'ullik, mayal do'qmushtirda o'ltirib olib, yugashni bo'ziga yetib, jadal chiqirib qilg'ashqa.
Hozir jamiyatimiz yaxshi bo'lib ketdi, omonligimiz yaxshi bo'lib ketdi. Shuning uchun qizlarimiz emas, kichik bolalarimiz kesh vaqti talada o'ynasimi, mahallada o'ynasimi, xotirjam uyda o'ltira olamiz hozir. Endi bu gapga kelsak, shu birinchidan bu yerda lükçek degan so'z aslida xato ishlatib qo'ygan bu gapni-chu. U lükçek degan gap u biz madiylaydigan, ko'ki ko'tirdigan, ota-oydan seg'inib ketadigan haq emas. Uning o'ziga men boya degandek o'g'an bala, erkak, nochi, gongong, haqqoniyatchi, batur degandek nurg'un ishlatadigan so'zlar bor. Ikkinchidan hamda osh qizlarning buzilib ketishi, o'g'illarning xanaklashib ketishini osh lükçeklarga mayli nochilar bo'lsin, mayli salbiy ma'noda yoki ijobiy ma'noda lükçek bo'lsin, shularga otib qo'yganlikning o'zi mas'uliyatdan qochqanlik. O'z o'g'il qizlarga, o'z insonlarga mas'ul bo'lmaganlik, shularga ulgu bulanmaganlik, shularni yaxshi tarbiyalamaganlik deb qarayman men. Endi burunqi 80-90 yillardagi vaqtning o'zida shu balni tug'ib shu u vaqtdagi g'ami balining qo'sig'ini to'q bir kiyimini butun qilib bersa g'am shukan to'q. Endi bu bugungi zamonda beqishning keyingi tarbiyalash qo'shildi hozir. Hammamizning ballarning qo'siq to'q kiyimi butun hozir uningda g'am qilmaymiz, davlatimiz taraqqiy qilib ketdi, boy bo'ldik, shunami? Emlik maslab baqqan balani qandoq tarbiyalash? Qizlar bo'lsa adablik, axloqlik, oyonlik, o'g'illar bo'lsa mas'uliyatchan, o'g'il boldek, erkakdek, shunami? Bu shu bizning majburiyatimiz va mas'uliyatimiz. Shu o'g'illarimizga qo'rqmay chiqib, o'zinglarni erkak o'g'il bo'lsanglar, o'zinglar ulgu bo'lsanglar bo'ladi. Erlikni yolg'iz lükçeklik mushlashtirib o'rganmaydi. Undaq o'rgatganlar bo'lsa, ash boksyorchilarning har xil palvonlarimiz chiqib yotadi-ku. Shularning har xil cheniq saroylari va ashak aprib bokschiliklarni o'rgatsanglar bo'ladi. Futbol o'rgatsanglar bo'ladi, o'ynatib, basketbolni birga o'ynasanglar bo'ladi. Hozirgi bolalar biz o'ynagan o'yinni o'ynamaydi deb xusa o'ynaydi. Shu qish kelib qoldi, chiqib bilan nur o'ynasanglar bo'ladi, muzning ustida gaga o'ynasanglar bo'ladi. O'zinglar vaqtinglarni balanglarga chiqarmay, o'g'linglarni bir o'g'il boldek tarbiyalamay, mas'uliyatni haqqatib qo'ymizmi hamdi? O'zinglar topgan bo'g'aytinglar bolalarni. Şuňa bu ýerde qiz farzand, o'g'il farzand tarbiyalash deydigandek bir uqum bo'lg'ashqa, men mana shu so'plimning oxirida mana qiz farzand tarbiyasi, o'g'il farzand tarbiyasi degan kitobni bir yashimizda anglab beqinglar, davlat tilidagini o'qiyolmay qolsanglar, mana shuni anglab bir tushunib beqinglar, shu orqali bolalarimizga necha yoshgacha qanday tarbiya qilamiz, qanday jinsiy tarbiya beramiz, qanday axloq tarbiyasi beramiz, qanday psixik tarbiyasi beramiz, mas'uliyatchanlikni qanday o'rgatamiz, erkakchilikni qanday o'rgatamiz deganlarni tushuna olasizlar dedim. Mushunga qarsak shu o'g'illarni qanday qilib mushunda yaxshi tarbiyalaymiz, qizlarni tarbiyalashda har bir yosh bosqichida nimalarga diqqat qilamiz, bu to'g'risida ota-onaning mas'uliyati qanday, onalar nimalarga diqqat qilish kerak, erlar nimalarga diqqat qilish kerak, mushuni bilalaymiz. Men shuning uchun mushuni tavsiya qildim. Yana ba'zilar ma zonliqqandek sen kitobni jiq o'qib ketgansa debdi. Siz kitobni nechun o'qib baqqan? Ömrünüzde en ahir qatam o'qigan kitobingiz qaysi? Necha varaqlab baqqan debqa? Onun keyinda müşahidimiz lükçeklar to'g'riliq osh mazmun chiqarsam, "Seni to'shay ma'lum kensan" deb ketibdi. Mayli qila, sizning osh lükçeklaringiz oyoq ma'lum, chem ma'lum, paypaq ma'lum bo'lib ketsin. Ashlardan o'rganib ketasiz, bolalaringizni mana shunday qilib tarbiyalab ketasiz ashlarning keyinib kirib. Endi ba'zilarning mana shu oldingi zo'pinimni ko'rak ko'may, "Sen ondaq kensan" deb men necha vaqtdan zo'pinimni ko'rdim, bo'ldi, sendek nima deb degan chugvan qilib, lohiy qilib qilibdi. Sizlarmi o'g'il olma. Aşınçılık bir öpkisi yok. 100 zopinni ko'rib, yaxshi ko'rib bir tal zopinda zidinglarga tegib qo'ygan o'xshaymiz. Shunami? Iliq sarangni o'lgisi kipti deb o'g'il ol degan, undaq o'zini bosolmaydigan bo'lmaymiz. Unda cho'ng ishlarni qildigan odam degan, unda o'zimizni besvalimiz penglonchilik haq nurg'un tillab kesmam chidaatman go. Baqla, unda olsa menimcha bugungi zopinimda ba'zi nurg'un gaplarimiz uchiq echilib ketdi, tushunishlar hosil bo'lib ketdi deb o'ylayman. Shunami? Bo'ldi, endi buning keyinga bu lükçek degan temani men olmayman, sizlar so'rmanglar. Bu ata-aytan bu talashda chiqib so'zlikdek bu mazmun emas, ularni bek madilab ketmaylik. Bulamda uningdan nurg'un yaxshi odamlarimizni bir madilaylik. Qanday?